U kishi Shayx Husari bilan uchrashgan. Shayx Mustafoning uyiga borgan. Uyigami? Ha, uyida. Menga aytib berishicha, Shayx Mustafo u kishini mehmon qilgan. Yoshligimda menga nasihat qilib shunday der edi. Men Husarining uyiga kirdim. Uning uyi farishtaning uyiga o'xshashini ko'rdim. Agar Alloh seni oxiratdan oldin dunyoda hurmat qilishini istasang, Qur'onni mahkam ushla. Men bu so'zlarni endi eshitishim. Men shunday hikmatlarni tinglashni yaxshi ko'raman. Bu so'zlarni birinchi marta eshitib turibman. Bu juda ham ajoyib so'z bo'ldi. Allohga qasamki, otamning ey Abdurroshid, men Husarining uyiga kirdim. U kishi meni uyida mehmon qildi. Allohga qasamki, u farishtaning uyiga o'xshaydi. Bu Qur'onning barakasidan. Agar seni Alloh oxiratdan oldin dunyoda hurmat qilishini istasang, Qur'onni mahkam ushla degan edi. Bu otamning vasiyatlaridan edi. Hamma shayxlar bilan xususiy tarzda uchrashgan edi.